Endilikda dorixonaga shunchaki dorilar yozilgan ro'yxatni olib borib, dori vositalarini sotib ola olmaysiz. Bugun, ya'ni 12-dekabr sanasidan boshlab mamlakatimizda Demet elektron retsept tizimi ishga tushirildi. Barcha retsept bo'yicha beriladigan dori-darmonlar faqat raqamli retsept asosida beriladi. Bu haqda Sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish jarayonlarini yanada jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hukumat qarorida keltirilgan. Faqat retsept bo'yicha beriladigan dorilar quyidagilardan iborat: antibiotiklar, gormonal preparatlar, psixotrop vositalar, retsept bo'yicha ko'rsatilgan istalgan dori. Xo'sh, elektron retsept qanday ishlaydi? Shifokor Demet orqali retsept yozadi, bemor esa ID yoki QR kod bilan dorixonadan dori oladi. Retseptni aslo soxtalashtirib bo'lmaydi. Shifokor, klinika va dorixona ma'lumotlari avtomatik tarzda qayd etiladi. Bu nima uchun joriy etilmoqda deysizmi? Dori ta'minlashni nazorat qilish, antibiotiklarni ko'rsatmasiz sotilishining oldini olish. Xo'sh, qanday dori vositalarini retseptsiz xarid qilish mumkin? Albatta, faqat dori vositasiga retseptsiz deb belgilangan dori vositalarini, keyinchalik esa Sog'liqni saqlash vazirligi yagona ro'yxatni taqdim etadi. Bundanda qiziqarli va kerakli ma'lumotlarni doimiy eshitib borishni xohlasangiz, like bosing, komment yozing va bizga obuna bo'ling.